Bir pokistonlik bir bola payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'ta muhabbatli ekanlar. Ismlari Muhammad ekan. O'sha bola kim Muhammad deb ismlar bilan zikr qilinsa, o'rnidan turarganda sollallohu alayhi ya Rasululloh deb shu narsani qalbi qo'lini ko'ksiga qo'yib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytar ekan. O'sha narsani hayotiga odat qilgan ekan. Uni o'rtoqlari kalaka qilib Muhammad deb qo'ysa, darrov turar ekanda qo'lini ko'ksiga qo'yib sollallohu alayhi ya Rasululloh deydi ekan. U shunga odatlangan ekan. Kim Muhammad deb chaqirsa, qo'lini darrov ko'ksiga qo'yar ekanda sollallohu alayhi ya Rasululloh deydi ekan. Bir qancha muayyan yoshga yetib hajga borishlik nasib qildi. Shunda haliga xursand bo'lib, haj amalidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ravzalarini borib ziyorat qilishlik menga nasib qilsin deb o'sha joyda ziyorat qilib Rasululloh sallam bilan salomlashib kelaman ekanda degan xursandchilik bilan haj amalini bajarishlikka hajga safarga otlanadi. Har bir joyda haj amallarini bajarib endi Madina-i Munavvaraga boramiz deganda sheriklari hammasi ketib qoldi. Shunda endi o'zim qoldim deb Madina-i Munavvaraga yo'l oldi. Madina-i Munavvaraga kirib kelayotganda kechasi kirib boribdi. Kirib borganda bashang kiyingan, chiroyli, xushbichon bir inson ro'paralarga chiqib, "Musofir ko'rinasiz, birodar" debdi. "Ha, musofirman." "Madinaga keldingizmi?" desa, "Yo'q, Madinaga emas. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ravzalarini ziyorat qilib, u zot bilan ko'rishlik uchun keldim" debdi. "Bo'lmasa yuring, men sizni Madinani aylantiraman" deb hamma joylarda aylantirib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidlariga olib kiribdi. Mana ustunlarda, hamma ustunlarda ko'rsatib, falon yilda mana falon yilda yil qurilgan, falon hamma narsalarda tushuntirib, oxir tahajjud vaqti bo'lib qoldi. Billa tahajjud namozini o'qishdi. Billa tahajjud namozini o'qishgandan keyin haligi ulug' inson haligi odamni tark qilib, ko'rishamiz deb haligi odamni tark qildi. Shunda haligi Muhammad ismli bola juda atiri shirin ekan debdi, ertalab chiqib shu do'kondan shu atirni topib, shuni o'zimga sepib yuraman. Juda xushbichim atir ekan deb. Chiqib do'konga kirib aytdiki, bomdod to'qib bo'lgandan keyin chiqib, "Madinaning eng boylari sepadigan atirni menga ko'rsat" debdi. Desa, "Sen bu joydan topa olmaysan, u teparoqqa chiqsang eng qimmat atirlar o'sha yerda sotiladi" debdi. Kirib haligi joyda aytibki, "Keling" deb kutib olsa, "Menga Madinaning eng boylari sepadigan atirni menga ko'rsating, o'shuni sotib olmoqchiman" debdi. Ko'rsatsa, "Yo'q, bu emas.